Hammaga salom, sizlar bilan Alixon hamda APK loyihasi. Bugun biz esa Razer brendidan Kreslo, ya'ni Iskor modelini obzor qilamiz. Va albatta o'tgan sonimizdek, 4 ta yoqqan kommentariy. Marhamat. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta shu Kresloni biz sovg'a qilamiz. Kresloni unpacking qilib bo'ldim, endi yig'ishga o'tamiz. Lekin yig'ishni bilmayman deyman. Bir marta ham yig'maganman shuncha yil ishlab. Bizga Razerdan instruksiyasi kerak bo'ladi. Mana shunday qattiq instruksiyasi chiqargan komplektida. Bizda birinchi what's inside degan joyda nimalar chiqadi korobkaning ichidan ko'rsatib turibdi. Buni ko'rib chiqdi u va hammasiga harflar belgilangan. Shularga e'tibor bering. Orqa spinkasi A, крестовинасы C, подушкасы D и так далее. И komplekt ichida accessories degan korobkasi chiqadi. Katta korobka chiqadi. O'sha korobkaning ichida nimalar joylashgan? E harfida mana shunaqa balonchikdan boltiklar, gaykalar и так далее, и так далее. Anaqalar ham, nakleykalar ham bor ekan ichida. И bo'ldi, assembly botda уже boshlanadi, qanaqa yig'ish kerak instruksiyasi, poshagoviy instruksiya. Birinchi bo'lbamni qilasiz, ikkinchi bo'lbamni qilasiz, uchinchi bo'lbamni qilasiz. Xo'p, birinchi navbatda biz ko'rsatib qo'yganimizdek, etapi bo'yicha sidushka bilan spinkani bir-biriga qotirib qo'yish kerak. Xo'p, biz hozir spinka bilan sidushkani olamiz. O'zi do'stlar, kreslosi og'ir ekan. Unpacking qilgunimcha уже bellarim ikkita bo'lib qolgan. Tayyor. Yangi kresloni o'zicha, hidlari ham boshqacha. O'zi, o'sha ko'rishingizni o'zida bilsa bo'ladi. Koja sifatli. Yumshoq qattiq aralash. Qanaqa tikilgan kreslo. Ko'rsa bo'ladi, shovlari tekis. Bunaqa naqshlari tekis, chiqatda so'kilib ketmagan. Ko'p kreslodacha mana shunga e'tibor bering. Mana shunaqa joyi yirtilgan bo'ladi. Ko'p kreslolarda kerak emas anaqa g'alati bo'ladi mana shunaqa joylari. Kreslo yig'magan bo'lsam ham ko'rganman. Bitta non tarafga bor ekan. Bu kreslo tez is qoldirar ekan. Mana hozir o'zi sal tiyuvdim. Ozgina is qoldirdi. Koja bo'lgani uchun shunda artib olsangiz bo'ldi. Agar lyon bo'lib yoki qanaqadir boshqacha material bo'lganda bo'ldi. Bu уже впитаться qilinardi. И balkim qanaqadir razvodda qoldirgan bo'lardi, qanaqadir kir razvodda qolib ketgan bo'lardi. No koja bo'lgani uchun buni просто latada shap etib to'rsanglar, top-toza bo'ladi. Hozir bolt komplektimizdan olamiz. Bolt komplekti ham o'zi juda qanaqadir chiroyli plastik upakovkada keladi.
Endi yaxshi yo'lidan shu. O'zi spinkani ham bitta o'zingiz qotirish qiyin. Oson ish emas. Shuning uchun agar o'zingiz yig'ayotgan bo'lsangiz, o'zingiz shu kresloni yoki boshqa kresloni sotib olib o'zingiz yig'moqchi bo'lib qiynaladigan bo'lsangiz, yordamchi kuchni chaqirishga to'g'ri keladi. Nodir aka, keling. Xo'p, kreslo spinkasini qotirayotganda bitta narsaga ahamiyat beraylik. Spinkani chetlarida teshuvlari bor. O'sha teshuvlarga moslashtirish kerak. Qotirayotganda bitta narsaga ahamiyat beraylik. Menga ozgina master-klass o'tishdi-da. Ozgina o'rganib oldim. O'ynatib qotirish kerak. Ozgina qotirib, ikkala tomonni ozgina qotirib, bu yoq tomonni ham xuddi shunday qotirib qo'yish kerak. Agar bitta vaqtda bitta tomonni qotirib, ikkinchi tomonni qotirmoqchi bo'lsangiz, o'xshamaydi. Qiyshiq bo'lib qoladi kreslo. Tushmaydi teshuvlariga. Bo'tdan ozgina и bu yoq tomon. Left right. Harflari bor. Bu yerda L, left и mana ham tegida bo'ladi. Yaxshilab qotirdi и mana shu joyini qotirib qo'ysangiz, tushadi o'ziga. Xuddi shunaqa bu yoq tarafga. Bilishingiz kerak, mana bunaqa joyi Razer kreslolarda regulirovka qilinadi. Shu joyini upravleniya uchun bizga mana shunaqa narsa qoldirishgan. Buni qanaqada instruksiyada E1 nomlanar ekan. Xo'p, kresloni o'g'iradi. Tortadigan joyi sizga qarab turish kerak. Mana shu regulirovka, gaz lifti regulirovkalari hammasi shu yerda. Shunga orqa tomonida 4 ta teshuv qoldirilgan. Shu narsani bu yoqda ham 4 ta teshig'i bor. Shunda bog'lab, bir-biriga to'g'rilab, qotirib qo'ysak bo'ladi. Mexanizmimizni biz qotirib bo'ldik. 6-bosqich bo'yicha bizda Kristalinaga roliklarni taqish. Roliklarni tayyorlab qo'ydik. Xo'p, bizga bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. J nomli mana shunaqa material, temir materiali qo'yganingizdan keyin mana hozircha proje oddiy tushdi, tez olmayapti, lekin bitta bosimda vaqt o'tib, ko'p o'tirsanglar, bu narsani уже olib bo'lmaydigan darajagacha qotadi ichida. Shunda bo'lib uni tegib bo'lmaydi boshqa. Ya'ni kresloni sochmoqchi bo'lsanglar, bu narsani o'yini olish juda qiyin. Mabodo qo'yayotgan paytingizda ay nomli prujninkani esdan chiqarib qo'ygan bo'lsanglar, hech qanaqa qilmaydi. Bu просто как бы dizayn tarafli mana bunaqa sal xunuk bo'lib qolmasligi uchun yopiladigan narsa. Ay va J nomli materialimizni qo'yib bo'ldik. Bizda 8-sida bu уже kristalina уже rolikli qo'yib bo'lgan narsamizni kresloga qo'yish kerak. Kresloni biz yig'ib bo'ldi. Endi kelaylik kreslo haqida batafsil gaplashamiz. O'rtoqlar, bizdan 66% odamlar obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Achinarli holat. Shuning uchun shu videoga like bosing, kanalimizga podpiska bo'ling. Sababi undan qimmatroq sovg'alarni rejalashtirib qo'yganmiz. Razer brendi o'zining o'yin periferiyalari bilan mashhur. Bu mini garnituralar, mushkalar, klaviatura va kovriklar. Hattoki smart ochkilar. Shu sababli kompaniya o'yin kreslolari bilan bir nechta modellarni chiqarishga qaror qilgan. Razer bir necha yil davomida o'z raqobatchilarining barcha xatolarini inobatga olib, chinakam noyob narsalarni yaratishga harakat qildi. Bular ham pirashki sotib oxiri gamburgerxona ochib ketdi-da. Yaxshi. Nu, mayli, siz uchun shunaqa bo'lib qo'ya qolsin. Ammo rostdan afzalliklari ko'p. Kompaniyaning rasmiy veb-saytida uning asosiy afzalliklari batafsil va suratlar bilan tasvirlab berilgan. Lekin bu amalda qanday? Aytganimdek, kresloni sovg'a qilamiz. Faqat sirli so'zni bilish kerak. Asrli so'zni esa men sal turib aytaman. Shuning uchun o'tkazib yubormang. Mana shu boshdan oxirigacha ko'rishga majbur qilasan deb kam sanana. Muxtor aka, necha marta tushuntirish kerak? Siz qatnasha olmaysiz baribir. Razer Iskoning standart versiyasi yelka qismi kengligi 54 cm, bel qismi esa 53 cm. O'rindiq qismi 50 cm. Kresloning orqa suyundagi tomoni 87 cm. Shunday qilib kreslo 1.74 yoki 1.80 cm gacha bo'lgan insonlar uchun to'g'ri keladi. Kreslo 130 kg gacha foydalanuvchiga mo'ljallangan. Ya'ni gaz lift va o'rnatish moslamalari aynan shu vaznda kafolatli va undan ortiq muddatga xizmat qilib beradi. Kresloni tashqi ko'rinish haqida gaplashadigan bo'lsak, unda aslida 3 ta rang varianti mavjud. Yashil, chiziq qora,
Klassik Razer rang kombinatsiyasi. Butunlay qora va kulrang. Kreslo ustki qoplamasi ilon terisi imitatsiya qiluvchi dizaynga ega. Ilon? Bu ilon Maskga aloqasi bormi shuni? Ha, bo'lmar ekan, bor. Bitta shu kreslo qoladi bundan chiqmagan. Bo'ladi. Kalla qo'ymay turing, iltimos. Va albatta, uzoq vaqt davomida o'tirganda bel charchab qolmasligi uchun regulirovka qilinadigan maxsus suyunchiq mavjud bo'lib, u Panzer bronenosiga o'xshaydi. Bu o'yinda shu kreslo dizaynini konkurentlardan ajratib turadi. Lekin Razer Iskorning ustki yostig'i, podlokotniklari, balon va krestovinlari juda standart ko'rinishga ega. Kresloning o'rindiqdagi e'tiborga sazovor tomoni bu bo'rtib chiqqan ikki yon chetidir. Ba'zilar buni juda qulay deb biladi, ba'zilar esa aksincha. Men ozg'in bo'laman, shunga menga farqi yo'q. Kelasam to'g'ri kelaveradi. Bu senga to'g'ri kelmasa kerak hozir chaqim. Bu turishingni qarab. Necha kilosan o'zi bolam? Bir belmeling bormi? Muxtor aka, men semirishga harakat qilmayman lekin вообще-то. Mani qo'ying. Razer haqida gaplashamiz. Razer Iskor kreslo nimadan yasalgan? Kresloning qoplamasi ko'p qatlamli ekoteridan ishlangan. Ishlab chiqaruvchi uni sintetik charm deb ataydi. Qo'l va teriga yoqimli. Razer uni hattoki standart sun'iy PU teridan ham mustahkamroq deb aytadi. Bizning harorat testimiz shuni ko'rsatdiki, 1 soatlik faol foydalanish keyin sirt atiga 6 darajaga qiziydi. Bu juda yaxshi natija. Suv o'tkazmaydigan xususiyatlari ham juda yaxshi. To'kilgan suyuqlikni oddiy latta bilan osongina artib qo'yasiz. Latta emas, marli degan. O'zi mashinani nimaga lattada emas, marli deb yo'shadi bilasanmi? Nimaga ekan? Mana qara. Lattada artsang, mashina ustidagi changlarni oladi-da, o'zini namni artib, mashinaning polirovkasini dabdala qiladi. Marlini oralari teshib-teshib-ku. Ana o'sha artayotganingda hamma o'sha chang, o'sha to'pol hammasi o'sha teshikka kiradi-da, mashinaning polirovkasiga zarar yetkazmaydi. Pri chim bitta hozir mashina? Unda pri chim bitta gaz bilan lift. Bo'pti. Davom etaylik. Yostig'imiz esa xotirali penadan tashkil topgan. U sizning tanangiz shakliga moslashib xususiyatga ega. Kresloning asosiy qismi va karkasiga to'xtaladigan bo'lsak, tan olish kerakki, Razer bu borada ancha harakat qilganga o'xshaydi. Barcha muhim qismlar metalldan ishlangan. Bu konstruksiyaning mustahkamligiga shubha yo'q degani. Shuning uchun ham unda kafolat mavjud. Birinchi navbatda podlokotniklar haqida gaplashamiz. Ular qimmat kresloga mos turdi va T-Simon formaga ega. Ular 4 ta boltga qotirilgan bo'lib, juda mustahkam hisoblanadi. Boshqa kreslo podlokotniklariga qaraganda kichkinaroq bo'lishiga qaramay, unda gamepad deysizmi, klaviatura, mishka deysizmi, istagan formatingizda uzoq vaqt o'yin o'ynashga mo'ljallangan bo'lib, yelka qismlaringizdan напряжениeni o'ziga oladi. Kreslo suyangicha 1 gradusga yota oladi. Bu biroz charchab qolgan vaqtingizda belingizni cho'zib olishga tegadi. Bu bo'lmabdi. Meni mashinamda shunday sinasini turasan, tek qilib olsang ham bo'ladi, kirdan charchaganingdan keyin. Mashinangiz qanaqa edi, Muxtor aka? Mashinam yo'q. Shu oson deyman-da. Yaxshi niyatga. Хорошее слово, половина корова. Ha, to'g'ri. Yaxshi niyat yarim davlat degani. Mexanizm kachaniya. Ya'ni kreslo ozgina mexanizm kachaniya. Ya'ni kresloni ozgina siljish funksiyasi Razer tomonidan topgan Lux deb atalgan. Unda standart multiblok kabi ikkita richagi bor. Bittasi kachaniyaga javob bersa, ikkinchisi fiksatsiyaga javob beradi. Shuningdek, ikkinchi richagimiz yordamida kresloni balandligini ham regulirovka qilishimiz mumkin. Spinkani esa o'ng tomondagi joylashgan richag yordamida o'zimizga moslashtirib olsak bo'ladi. Masalan, mana bunday qilib ko'tarib qo'ysangiz, mana bu yerda regulirovkasi bor. Bu narsani orqaga qaytarsa ham bo'ladi. Yana bir marta bosib turib, orqaga ko'tarib olsak, bas. Xo'sh, xulosa qilamiz. Birinchisi, kreslo karkasi metalldan tashkil topgan va u juda mustahkam. Ikkinchisi, esda qoladigan ilonni eslatuvchi stilli dizayn. Yirik insonlarga bardoshlikligi. Bel uchun mo'ljallangan maxsus unikal uporimiz. Barcha kerakli qismlardan tashkil topgan to'liq komplektatsiya. Sirli so'z esa ilon. Mana mana shunday qoldirib yozib qo'ydim. Va albatta konkurs. 3 ta haqiqiy akkauntga ega bo'lgan do'stingizni belgilash kerak bo'ladi. Video chiqqandan so'ng ro'parasi 10 kundan keyin 11-kun jonli efirda biz shu kresloni berib yuboramiz. Agar video qiziqarli va sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldiring. Va albatta keyingi vyuskda biz 4 ta kommentariyni olib chiqamiz. Kuzatganingiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan Alixon hamda Abiga loyihasi bo'ldi. Hammaga omad. Bu menga nima tugatorlar deb bo'lmabdi, bu mana mana ishdan bo'shatib olish kerak. Qo'llar qiling. Mana stop bosma.